Ikkinchi jahon urushida qancha mablag' ketganligini bilasizmi? Bitta biz sizga aytib beramiz. Ikkinchi jahon urushida jami 1,5 trillion AQSh dollari mablag' ketgan bu rasmiy hisobda. Agar norasmiy desak, bu taxminan yana 4-5 milliard, ya'ni trillion dollarga o'tib ketishi mumkin. Endi o'ylab ko'ring, bu o'sha vaqtdagi hisobda, agar o'sha vaqtdagi hisobda inflyatsiyaga hisoblab hozirgi miqdorda chiqaradigan bo'lsak, bu mablag' 1,5 trillion dollar 10 trillion dollarga aylanib ketadi va bu mablag'larga biz uy qurib, insonlarga uy bilan ta'minlaydigan bo'lsak edi o'sha vaqtda jami 800 million yoki 1 milliard odam uy bilan, joy bilan ta'minlanishi mumkin. Va hozirgi kunda jami 7 milliard odam bor deyiladi dunyo bo'yicha. Dunyo bo'yicha 7 milliard odam. Agar bu 1 milliard odamga uy qurilganda, hozirgi Hindistondagi barcha uysizlarga uy qurib berish mumkin edi. Bitta Hindistonda hamma insonlar uy bilan ta'minlanardi, tasavvur qilsangiz. Va o'sha vaqtda aholi ham hozirgidek ko'p bo'lmagan.